chiroyli 40 yoshda ham 30 yoshda, 30 yoshda bo'lsa 20 yosh qizlardek chiroyli ko'rinish uchun eng kerakli bo'lgan sirlarni sizlarga ochaman. Birinchi navbatda yuz tozaligiga e'tibor beramiz. Har doim bu gapni aytganman. Birinchi gidrofilka bilan yuz kirlarini artib, keyin penka bilan uni chayib tashlaymiz. Buni roli juda ham katta. Bu protsess sizni yuzingizda kirlarni to'planib, poralarni ochilib ketishiga to'sqinlik qiladi. Buning natijasida poralaringiz doim bir xil holatda turadi. Keyingi bizlarni amalga oshirishimiz kerak bo'lgan vazifamiz bu albatta yuzimizni doimiy ravishda namlantirib turish bo'ladi. O'zingiz uchun bilib qo'ying, doimiy namlangan yuzga ajin tushish xavfi juda ham past bo'ladi. Yana bitta qoida bor, namlangan yuzga dog' tushish, har xil sepkillarni toshish xavfi ham juda ham past bo'ladi. Shuning uchun namlangan yuz har taraflama mustahkam va himoyalangan bo'ladi. Navbatdagi bizning eng muhim bo'lgan himoyamiz bu SPF kremi bo'ladi. O'zbek ayollaridagi eng katta xatolardan bittasi SPF faqatgina yozda surtish. Eslab qoling, yil davomida SPF yuzingizdan tushirmaysiz. Bundan tashqari, kun oxirida SPF birinchi gidrofilka, keyin penka bilan chayib tashlaysiz. Hozircha mendagi yosh ko'rinish sirlari shulardan iborat. Ma'lumotlar yoqqan bo'lsa, like va podpiska qilish esdan chiqmasin.